Ama yaxshi deyapti-yu. Hay do'stim, nega holing parishon? Alamdan yuraging ezilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina seni omadsiz kunlaring cho'zilyaptimi? Ishingda unum yo'q, uyingda tinchlik, ro'zg'orni g'amligi cho'zilyaptimi? Bu ham yetmagandek, og'ir kuningda eng yaqin do'stlaring yuz bo'ryaptimi? Siqilma, mehmondir tanangda bu jon ham, ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham. İstesang topilar har mushkulga iloj, gardonlasang bo'lmas zamon ham. Sandanam, mandanam, undanam, undanam, ma'luma. Aslo. Bo'ldi, rahmat. Azoblashtirmadim. Xo'rlovsiz-a shundan. Men o'z mashinamni o'zim yomon ko'rib qoldim. Endi aka, mana shunaqa men yaxshi aytaman lekin. Xalq eshitayotgan narsani xalq ko'nglini qoldirib qo'ymang, jonika. Nota bilan shartnoma qilgan ekansan, sen menga demaysan, men senga deb. Men sizga yaxshi aytdim. Bu siqilma emas, kuylama, umuman jim o'tir degan sizlarga aylantirib qo'yapsiz. Aka bitta aytib bering o'zimdan. Sizdan yaxshi aytdim solishtirgan. Siqilma, mehmondir tanangda bu jon ham, ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham. İzlasang topilar har mushkulga iloj, gar zamonga boqmasang boqmas zamon ham. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Kamdanam, ko'pdanam, kengdanam, tordanam, yo'qdanam, bordanam qidirma xato. Kundanam, tundanam, tongdanam, shomdanam, oydanam, yildanam nolima. Aslo balodan, xatodan, dardi bedavodan, huzursiz xatodan asrasin Xudo. Lekin bari men yaxshi aytdimmi? Ovoz mencha gapirish uchun berilgan sizga, aytish uchun emas-a? Gapirish uchun. Boshqa eshitmay-a akaningiz-a? Aniq-a?